Bani İsroilda bir aka-uka bo'lishgan. Uka juda ham ibodatga qattiq berilgan, ertak-kech toat ibodatda. Aka ichkilikka ruju qo'ygan. Har kuni may ichib mast bo'lib o'tiradi. Shunda aka, uyalmaysizmi Xudodan? Qo'rqmaysizmi Xudodan? Tashlasangizchi buni. Men sizda qilayotgan ishingizdan juda uyalyapman. Ey uka, men bilan Allohimni qo'y. Men o'zim bilaman Allohga muhabbatim qanchaligini. Men o'zim har kuni Allohdan shu narsadan judo qilishligini so'rayman. Eplolmayapman uka, dashnom beravermadi. Uka ibodatga berilganligidan o'zini ancha baland olardi. Qalbini shaytonning vasvasi, takabbur, kibr havo egalladi. Kibr havo egallagandan keyin iymonga dars ketdi. Bir kuni o'tirib, men shu okamni diliga azor berib, ichkiligini gapirib tashlab keldim. Men nima qildim? Ibodat qilib nima ma'no topyapman? Men ham borib akam bilan birga o'tirib bir mayxo'rlik qilmaymanmi? Maishat qilmaymanmi? Bo'ldi, yig'ishtirdim namozni ham, ibodatni ham. Borib akam bilan qo'ymanga ham deymanda mayxo'rlikni, ulfatchilikni boshlab olaman deb akasi tomonga qarab yo'l oldi. Akasi may ichib turib birdan qalbi erib ketdi. Ya Rabbi, mendan necha yosh kichik bo'lgan ukam ibodatda bo'lsa, bu narsalarni qilmasa, men yoshim katta bo'lib turib, hali ham aqlimni tanib olmay, kundan kun sog'lig'im ketib, ibodatni qilmay bu omonat dunyodan shu may bilan o'tib ketamanmi? Tavba qildim, Alloh, meni isyonlarimni kechirgin. Hozir ukamni oldiga boraman deb, ukajonim, meni kechir. Alloh kechirsin. Uka endi menga ibodatni o'rgat. Men tavba qildim, men tashladim bu ishlarni endi. Deyman deb tayyorlanib, u ukasi tomonga yo'l oldi. Qarangki, taqdir qazo, ikkalovlari yo'lda vafot etdi. Alloh taolo farishtalarga aytdi: ikkovini niyatiga yarasha nima niyatda vafot qilishgan bo'lsa, niyatiga qarab jannat yo do'zaxga olib boring. Akani niyati ibodat, tavba, u jannatga. Ukani niyati mayxo'rlik qilib, maishat qilib, aka bilan Alloh harom qilgan narsani tanovvul qilish niyatda dunyodan o'tdi. Uni niyatiga qarab do'zaxga. Niyat xolis bo'lsin, niyat to'g'ri bo'lsin. Azizlar, yangi mashina sotib olsak, yonida kitobi bo'ladi. O'sha kitobini o'qib, pulga sotgan mashinamizga e'tibor ko'rsatamiz. Kitobida bu mashinaga 76 benzin emas, 93 benzin quyiladi. Agar 76 quyilib qolsa, tez ishdan chiqadi. Uni o'qigan mashinaning egasi albatta unga amal qiladi. 76 quymaydi, 93 quyadi. Mashina buzilib qolmasin deb. Ey inson, mashinani joni temirdan, buni ayading. Allohni kalomi Qur'on sizni biz insonlarning kitobi-ku. Alloh kitobda bandam shunday zilol suvlarni, mevalarni sharbatini, sutlarni sen uchun shirin halol qilib yaratganman. Shularni iste'mol qil.
sog'lig'ingga, salomatligingga, iymoningni mustahkamligiga ishlatgin. Bu aqldan judo qiladigan, sog'liqqa zarar, obro'dan ajratadigan bu harom narsaga berilmagin, buni ichmagin. Taqdir qilib qo'ygan hayotingga ham yetib borolmaysan deb man qilingan narsani o'zini kitobida o'zi uchun aytilingan foydaga amal qilmaydi. Go'yo yurak boshqa sotib oladi, jigar boshqa sotib oladi. Mashinaniki topilmaydi-da, uni ehtiyot qiladi. Inson shu bilan o'zini Allohim taqdir qilib qo'ygan taqdiriga ham, bergan obro'yu izzatlariga ham o'zi sabab bo'ladi judo bo'lishiga. Noumid bo'lmang, niyatni to'g'ri qiling. Alloh man etgan narsalardan o'zingizni tiying. Alloh ikki dunyoyingizni aziz mukarram qilsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam sahroda, ko'chada ketayotgan odam chuqur teshiklarga, chuqur joylarga bovul qilmanglar. Bundan qaytargan ekanlar. Nimaga deb so'rashganda, jinni uyi bo'ladi, tutqaloq jinni ajana chalib qo'yishliklar shundan paydo bo'ladi degan ekanlar. Yo'llarda uchrab qoladigan bir teshiklar bo'lsa, mana aroni yana bitta harom bo'lishiga sabab mana bitta narsa kelib chiqyapti. Sog' odam ko'lmakka ham siymaydi, oqib turgan suvga ham bovul qilmaydi, ana unaqa teshiklarga ham bovul qilmaydi, joyini topadi aqli butun. Buni hammasi mas odam qiladi. Mas kayf baland paytda atidan o'sha teshiklarni topib shunday qivoradi. Ertasiga qarabdiki, og'zi qiyshayib qolgan, ko'z boshqa bo'lib qolgan, yo oyoq qo'l ishlamay o'rnidan turolmay yotibdi, yo bir ishqar rasvo bo'lib yotibdi-da, jin urib qo'yadi. Alloh jinlarga tegdirtirmaydi insonni-yu, inson o'zi jinga tegib qo'ygandan keyin jin ham insonni ozgina turtib qo'yadi. Ana shunda ota buvasini o'ylab tushiga kirmagan bitta kasalga giriftor bo'lib qoladi odam. Xudoy taolo ham aql bergan, aqlli butunligicha yuring. Uni ichib olib kayf ustida qayerga siyganini ham bilmay yuradiganlar ko'p. Oxiri bir kasalli, bir falokatni sababi bo'lib qoladi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytgan ekanlarki, ikkita erkak yonma-yon turib bovul qilmasin va gaplashmasin bir-biri bilan. Hojatxonada gaplashishlik harom. Endi ikkita erkak yonma-yon turib bovul qilmasin. Yonma-yon turib bovul qilib yana bir-biri bilan gaplashib, bir-birini avratiga qaramasin. Allohning eng qattiq g'azabi shunda keladi. Ikkoviga ham qattiq g'azab bo'lar ekan Alloh. Endi qarang, nima ishlar o'tib ketdi boshdan. Mana shu odoblar yo'q bo'lib qoldi bizda. Katta odamlar choyxonadan chiqishib, kayf taroq, bola chaqalik, nevaralik emas sudi. Bir-biriga qarab, bir-biri bilan gaplashib, bovul qilishib, sharmandalik insoniyatga xos. Hozirgi kunda ham namoz o'qimaganlarni nima deb o'ylaysiz? Katta erkaklar bor. Tahorat nima bilmaydi.
bovuldan keyin kesak qo'yish nima uchun qilinadi bilmaydi. Qo'lini yo yuvsa yo yuvmaydi. Kirib siz bilan ko'rishadi. O'tirib yonma-yon osham yevaveradi. Namoz o'qimagan, tahorati yo'q odamni qo'lini qayoqqa borib nima qilganini siz qayerdan bilasiz? Bu qo'lda osh yeyishlik ahli islom davrida bo'lgan. Hozir qoshiq ushlab turavering, benamozmi? Kim u bilan osh yeydigan bo'lsangiz, oling qoshiqni og'ayni, men ham qoshiq olaman dering. Xafa bo'lsa o'ziga. Bu qo'lda yeyish ahli islom hamma musulmon paytida edi. Hozir tikka turib bovul qilishadimi? Bovul qiladi. Tikka turib bovul qilgan odam qo'li iflos joyga tegadi baribir. Suvni topsa topdi, topmasa kirib ketadi oshga, choyxonagami, yig'ingami. Yoningizga o'tirib qoladi. Siz tahoratda o'tiribsiz. Oling qiling, shirin bo'lsa yalab ham qo'yasiz uni qo'llariga tekkan joylar. Qoshiqni olding. Qoshiqdang. Endi o'zingizni ahli jamoat namozxonlaringiz bilan kirsangiz, marhamat, o'zingiz yonma-yon namoz o'qidingiz, tahoratini bilasiz. Osh olish bilasiz. Keyin kim biladi u qanday odam? Katta odamlar hojatxonalarda gaplashishadi. Bizni hech qaysi dunyoda yo'q hojatxonalar bizda bordi, hozir buzilib ketdi. Hayriyat. Davoli ham yo'q edi-ya, davoli ham bunday pana qilib qo'yadigan-ya. Otasi kirib ketdimi, ketidan o'g'li kiradimi, nevarasimi, tanishimi? Shunday shunchalik dinsizlikning eng sharmandali holati hojatxonalarda bilinardi. Bu Zarbul Masal Unvonul Bayon degan kitobda keltiriladi. Bedana bolalarini uchirma qilgandan keyin nasihat qildi. Bolajonlarim, endi onamiz og'zida bizga nasibamizni olib keladi deb kutmanglar. Endi qanot chiqazdinglar, o'zinglar uchadigan bo'ldinglar. Endi meni nasihatim sizlarga tinglanglar. Nasihatimga amal qilsanglar, bu musaffo osmonda uchib, yerdan rizqingizni terib yurasiz. Qiynalsangiz ham har joylardan topib, oz bo'lsa ham bitta ikkita topib, qanoat qilib rizqingizni yeb yuring. Bir xil joyda ko'pgina sepilib, yonida suvlari ham qo'yilgan bo'lsa bormang. U odamzod degan bir toifa borki, qushlarga tuzoq qo'yadi. Ko'pgina sepib qo'yadi-da, o'shatga qo'nib, o'sha donidan yeyishingiz bilan domiga ilinib qolasiz. Yo butun umriga qafasga qo'yib, sizni yig'ingizni eshitib maza qilib o'tiradi, yoki so'yib sho'rva qilib ichib oladi, yoki o'zingizga o'xshagan bir bedana bilan urushtirib rohatlanadi. Ming alhazar unaqa ko'p sepib qo'yilgan joylarga bormang. Shuni ona bolalariga nasihat qilib, bolalariga oq-fotiha berdi. Bir bolasi u yoqdan cho'qib uchib yurdi-da, bir payt bunday qarasa, o'sha qiynalib topib yurgan narsasi ko'p turibdi bir joyda. Yonida suvlar ham, hamma narsa yaxshi. Bildi, onam aytgan tuzoq shu bo'lsa kerak, dedi-yu, bitta cho'qiyman dedi. Bitta cho'qiganimda domiga ilinmasam kerak. Deb bitta cho'quvdiki, u qiynalib topib yurganidan shirinroq totib ketdi bu. Ikkinchisini cho'qidi, uchinchisi, to'rtinchisiga ketuvdiki, lap etib domga ilindi. Bedanavoz kelib qo'liga bedanani olganda, bedana, beamalligim qursin, beamalligim qursin, boshimga baloga o'zim sabab bo'ldim dedi.
Bedanavoz hayron bo'ldi. "Sen gapiradigan bedanamisan?" "Ha, gapiramanman." "Endi qafasingga qo'yib meni qul qilib yig'imni eshitib yotasan, yo o'zimga o'xshagan bilan urushtirasan, yo sho'rva qilib ichvorasan, so'yib, shu uchoqdan bittasini qilasan-da. Yo 3 ta nasihatim bor, shularni eshitasanmi?" Bedanavoz bedanaga qahat kelganmi? "Sen nasihatingni eshitsam, eshitay, qani ayt nasihatingni." "Birinchi nasihatimni kaftingni ochib turasan, kaftingda aytaman. Ikkinchisini uchib daraxtda aytaman. Uchinchisini uchib ketayotib aytaman." Bo'pti deb Bedanavoz qo'lini ochdi, bir silkinib Bedanavoziga kelib oldi-da, "Qo'lingdan ketgan baxtga hech qachon pushaymon bo'lmagin. Ketgan narsani qaytarib olaman deb obro'yingni tushirmagin. Ketgan ketadi. Ko'p odam ketgan baxtimni qaytaraman deb obro'sini tushiradi, bir kasalga uchraydi. Allohga qo'y, sabr qil, Alloh o'zi yana qaytarib beradi." Dedi-da fir aytib daraxtga qo'ndi. Sizlar insonsizlar, Alloh sizlarga aqlni juda katta bergan. Bir gapni eshitsang, aql tarozingga qo'ygin. To'g'ri kelsa qabul qil. Ho'kiz tug'ibdi desa ishonib ketavermagin. Bir inson to'g'risa bir gap gapirsa ishonib ketavermasdan, Xudo bergan aqlga bunday tarozisiga qo'yib, shu gap rostmikin? Shu meni do'stim, meni ketimdan shunday ig'vo qilganmikin, rostmikin yo bu bo'xtonmikin? Bir odamni yomonlasa qo'shilib, g'ibatiga qo'shilib ketavermagin. Bir masala eshitsang, oyat hadisga to'g'ri keladimi, kelmaydimi? Buni bir o'ylab ko'rgin. Oyatda bormi, hadisda bormi? Gaplar ko'p, betayin gaplar ko'p, asosi yo'q gaplar ko'p. O'sha so'zlarni hammasini o'ylab, asosini qilib keyin ishongin. Dedi bir sinab ko'raydi-da Bedanayam. "Ey Bedanavoz, meni so'yganingda, qonimni yorganingda tuxumdek gavhar bor edi ichimda. Butun bir shaharni sotib olarding u gavharga." Dediki Bedanavoz o'zini o'zi urib, ko'taraverib, "Voy, men nasihatingni tinglamay so'yib gavharingni olmayman. Xudo bergan ekan uchirib o'tiribman" deb yig'lab deb, ancha o'ziga yig'lab kelib, "Bo'pti endi uchinchisini aytib qo'ya. Ey beamal. Men bir marta beamal qilib baloga yo'liqib zo'rg'a qutuldim. Sen hozir ko'zimni oldida 2 ta nasihatga amal qilmading. Qo'lingdan ketgan baxtga pushaymon bo'lmasam, yarim soat o'zingni urib mamta yig'lading. Ikkinchisi, men bedana bo'lsam, menda gavhar nima qiladi nodon? Shu aqlingga sig'madimi? Bo'pti, uchisini ayt." "Yo'q. Beamallarga so'z zoyi, so'z bekor. Alloh mendan rozi bo'lsin desangiz namoz o'qing. Ana shu namozni ichida shukr bor. 3 ta shukr bir namozga. Ana endi tana ibodatida albatta dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, xushu vuzu bo'lsin. Xushu degani namozda qo'rqib turish. Qo'rqish ketdimi, shayton kelib esnavor deydi. Ana bergan pulingni bir eslab qo'y, undan so'rashing kerak. Ana olasing bor, bunga berasing bor, yoqqa borishing bor. Necha rakat o'qiganini bilmay qoladi. Namoz o'qisangiz hamma tepada turibdi, bir teshikka kapanda kirib ketayotganingiz ko'zingiz oldingizga keltiring. O'sha teshikka guvala qo'yib, ustingizdan turpoq tortib yuboradi. Hali hech kimni kovlab olishmagan qiyomatgacha qoladi. Shu Alloh akbar deyishdan oldin o'sha yerga kirib ketayotganingiz, o'zingiz ham kira olmaysiz, olib kirgizib ketishayotganini ko'zingiz oldiga olib kelingda.
hech narsasiz, hech kimsiz qop qorong'i joyda qolishingiz xayolingizga kelsa, pitir qilib sajda ham qilmaysiz. Don cho'qilaganday sajda qiladi. Shoshi ichi qaynab ketadi. Sani namozingga Alloh muhtoj emas, sen muhtojsan deyish kerak. Chiroyli o'qi namozni. Yaxshiyam Alloh bandaga sajda qilishni, namoz o'qishni buyurmagan bandasiga. Bo'lmasam xo'jayini qani menga bir namoz o'qib yubor desa, 1 soat o'qirdi mana shunday xo'jayinga qarab, sajdadan bosh ko'tarmay yarim soat. Sajdada xo'jayinni maqtash kerak bo'lsa, hammadan zo'rsiz deb 1000 marta aytadi. Egamga qilyapsiz shu ishni, Allohimga, jon berguvchiga, jonimizni yana o'zi oluvchiga. Subhon robbiyal a'lo. Ey Rabbim, sen pok zotsan, sen ulug' zotsan. Vuzusi joyida qiling. Rukularni, sajdalarni yaxshi qoyillatib, odam zotni e'tiqodini qanaqaligini namozdan bilib olsa ham bo'ladi. Shundoq turadi, 2 rakat tugaganini o'zi bilmay qoladi bir odam. Shundoq keladi, hali birinchisida alhamdu deganingizni bilasiz, assalomu alaykum va rahmatulloh deb turadi u. Billa boshladingiz. Bola zolinga kelmaz, u assalomu alaykum deb turibdi. Bilinadi, namozda bilinadi. Yolg'ondan namoz o'qiyotgani ham bilinadi. Namozni bekitib bo'lmaydi. Ichi siqilib ketadi masjidga kirsa ham. Tez chiqib ketgisi keladi. Mo'min masjidda baliq suvda yurgandek, munofiq masjidda qush qafasga tushgandek bo'lar ekan. Ana shu yerda o'zi munofiqmi, munofiq emasmi bilib olsa ham bo'ladi. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام. Bir zamonlar keladi, oxir zamon ummatlarimning boshiga. U zamondagi odamlar halolmi, harommi urishadi, yevrishadi. Harom halolni farqiga bormay qo'yishadi. Haromdan hazar qilishmaydi, halolga bunday topiy deb xaridor bo'lmaydi. Halol harom birdek o'taveradi tomoda. Ana ularning duosi keyin mustajab bo'lmay qoladi. Ibodatlari qabul bo'lmay qoladi. Ana undan keyin turli ofat, balolar, duolar qabul bo'lmay qolgandan keyin kela boshlaydi. Yesam, olsam, 5 so'm bo'lsa ham urib qolganim foyda. 10 so'm bo'lsa ham olib qolganim foyda. Mana shunday harakatlar juda ko'p. Shunday ishlar juda ko'p bizning zamonamizda ham. Lekin bor ahli iymonlarki, shularning duosining sharofati bilan yashab turibmiz, birodarlar. Ahli duolarni duosi qabul bo'lmay qolsa qiyomat boshlanadi. Bular yo ko'payyapti, yo kamayyapti. Yo ko'payyapti, yo kamayyapti. Nima bo'lsa qo'lga elindi olib kelib, bironta boshqa millatni ko'chada aroq sotayotganini ko'ryapsizmi? Bitta savolda. Bironta bozorda
ko'chada bitta g'ayri millatni dinida aroq sotish mumkin bo'lganini, savdo qilayotganini ko'ryapsizmi? Hammasi o'zimiz qarindoshu, tanish bilishu o'zbek musulmon farzandlari. Xudoyilar qiladi. Namoz ham o'qishadi. Musulmonchilikni ham da'vosi bo'ladi. Ana shularning hammasi birodarlar harom. Harom. Harom mol sadaqasi ham, Alloh yo'lidagi xudoyisi ham, duosi ham, namozlari ham bo'lmaydi. Shun bilan bola chaqa boqib foyda ko'raman deydi. Asli agar musulmon bo'lsa, shuni foydasini Alloh unga ko'rsattirmaydi baribir. Harom molni puli yo poraga ketadi, yo kasalni tuzatishga ketadi, yo olib ketadigan olib ketadi. Hech qachon yaxshilikka bo'lmaydi. Qilmang. Qo'ldan kelgancha tushuntiring. Dinni eng birinchi dushmani aroq. Dini islomni oyoq osti qildirgan, kofirlar oyoq ostisida qolib ketishiga, Qur'onlarni yoqilishiga, masjidlarni buzilishiga sabab bo'lgan aroqdir. Chunki ichilgandan keyin iymon ketadi, vatanni sevmoq ketadi, vatanni sotadi. Vatanni kimlar sotgan? Birinchi bo'lib boyvachchalar, ichkilikka berilgan ruslarga shogird tushganlar birinchi bo'lib sotib bergan. Qaytdan kirish kerak, qaytdan olish kerak. Qanday yer hosil bizni zamin deb kayf ustida gapirib beravergan hammasini. Said Azimboyi bor, boshqasi bormi? Ana undan keyin bo'lgan hamma ish. Vatanni sevmoq iymondan deydi. Iymon ketgandan keyin vatanni sevmay qolinadi. Vatanni sotadi keyin. Oxiri bir butilka aroqqa ham sotib qo'yadi. Bu narsa yot bizga, bu narsa harom bizga. Bu narsani qilmang. Bu narsadan tiyiling. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi bu hadis. Qolan Nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Man ishtara sariqatan va huwa ya'lamu annaha sariqatun faqad ishtaraka fi ariha va ismiha." Kimki o'g'irlangan molni bilib turib, birovni o'g'irlagan molini bir o'g'ri oldi, arzon sotaman dedi, arzon deb o'g'irlangan molni sotib olsa, o'g'rini gunohiga bab-baravar o'g'irlagan bo'ladi va gunohi ham bo'ladi, harom yegan bo'ladi, pulga olgan taqdirda ham. Katta odamlar bor. Yani nimalar bir joydan o'g'irlab olib chiqadi, arzonga sotadi. O'shani sotib olamiz deb biz bozordan olib maqasa, ana ular olib chiqadi, arzonga olamiz ulardan deydigan bo'lar. Shuni o'g'irlangan molni o'g'irlaganni o'g'riligi barobar sherik, gunohiga sherik bo'lgan bo'lar ekan. Yana eshitmaganlarga yetkizib qo'ying. Hadisi Payg'ambarimiz 3 marta, 4 marta, 6 marta qaytararganlar. Kim o'g'irlangan molni bilib turib, bilmaganga gap yo'q. Bilib turib, shuni birovning narsasini o'g'irlagan, endi sizga yarim bahosiga sotyapti. Arzonligiga ishqivoz bo'lib o'g'irlangan molni sotib olsa, o'g'riga sherik,
va o'g'riga qandoq jazo, qandoq gunoh bo'lsa, shunga ham shundoq gunoh, shundoq jazo. Alloh kechirsin gunohlarimizni. Qushxonalardan go'shtlarni cho'nchakka yu bellarga bog'lab olib chiqilinib va uni oshpazlar sotib olardi. Ko'p oshpazlar namoz o'qiyapman, duoyim qabul bo'lmaydi deydi. O'g'irlangan molni sotib oladiki, yana shuni sotib foyda ko'radiki, duo u yoqda tursin, namoz ham qabul bo'lmaydi de. Shariat o'yinchoq emas. Bandani aldaysiz, Allohni aldab bo'lmaydi. Tavba qiling. Gunohlar ko'p. Gunohlar ko'p bo'lgan, ko'p ishlarni qilganmiz, Alloh o'zi kechirsin. Endi qilsangiz o't ustiga o't, azob ustiga azob bo'ladi, eshitib bilgandan keyin. Hech ham o'g'irlangan bolni olmang ki o'sha o'g'rini sherigi bo'lib qolar ekan. Naql qiladilar. Bir kuni bir odamdan eshitdimki, falon bir shaharda bir temirchi bemalol qizigan cho'g'larni, temirlarni ushiydi, qo'li hech kuymaydi. Sababini hech kimga aytmaydi. Shu dunyoda qo'li o'tda kuymayotgan, cho'g'da kuymayotgan insonni ko'rish va uni sababini bilishni juda xohlab qoldim deydilar. O'sha shaharga keldim. Haqiqatan o'sha temirchini ustaxonasini ko'rib, bemalol cho'g'larni ushab bukib, qo'li o'tda kuymayotganini ko'rib hayron qoldimda va insonga o'zimni tanitdim. Uylariga olib kirdilar. O'tirdik. Birodar, bu xislat nimadan aytsangiz? Temirchi aytdi, zamonamning ulug' olim peshvosi bo'lganligingiz uchun mayli bu sirni men sizga aytaman. Yosh yigit navqiron paytimda men bir go'zal qizni juda yaxshi ko'rganman. Lekin ota-onasi menga buni berishmadi. Zamon aylandi, 3-4 yil ichida men holim yaxshilandi. Ularni ahvoli tanglashib, birdan yurtga ocharchilik keldi. Ko'p odamlar ochlikdan nobud bo'ldi. Ma'shuqamni ham ota-onasi ochlikdan o'ldi. Bir kuni choy ichib tursam, eshik taqilladi. Eshikni ochsam, men ishqida kuyib yurgan qiz turardi. Birodar, bir-birda non bersangiz, nihoyatda qornim och. Men havoyi nafsga, hayvoniy hirsga berilib, men o'zimni niyatimni aytdim. Agar meni so'zimga rozi bo'lsangiz, hamma narsa bor dedim. Xudodan qo'rqaman deb ketdi qiz. Yana ertasiga juda ham tang holatda keldi. Birodar, qo'shnidek, bir-birda non bering, juda ham ahvolim tang. O'sha talabni men yana aytdim. Shunga rozi bo'lsang, hamma narsa muhayyo. Axir Allohdan uyalaman va qo'rqaman. Nochor yana ketdi. Oxir qiz emaglagan holda zo'rg'a keldi. Men yana o'sha talabimni aytganimda, Allohdan qo'rqsam nima qilayin? Axir Xudo jazolaydi-ku bu iflos ishni qilsam deganda, men shunchalik erkak kishi bo'lib turib, yigit bo'lib turib, Xudodan qo'rqmayapman-u,
bir 15-16 yaşar qizni Xudodan qo'rqib ochlikdan o'lishga ham tayyorligini ko'rib, singlim kir, mana ovqat, mana non dedim. Shunda qiz shunday yig'lab nola qildiki, yo Rabbim, meni gunoh qildirmasdan, gunohga buyurmasdan fi sabilillah menga non ovqat bergan odamni bu dunyoda ham oxiratda ham o'tda kuydirma. O't azobini bu dunyoda ham berma, oxiratda ham berma deb duo qila boshladi. Men shu orada ovqatni islatgan o'choqqa o't yoqib islayotganimda qo'limga bir cho'g' tegdi, lekin cho'g' badanimni kuydirmaganini sezdim. Yo Rabbiy, duoning mustajobligini. Shoshilib uyga kirsam, qiz o'lib yotardi. Lekin duosini Alloh mustajob etdi. Mana shu duodan so'ng necha yillardan beri o't ta'sir qilmaydi menga. Qo'limni qanday o'tga, cho'g'ga qo'ysam ham kuymaydi. Alloh oxiratda ham shundoq qilsin. Inson bitta qilgan katta savob ishi uchun, mardligi uchun shu darajaga yetdi. Bir ojiza, bokira, pokiza qizning duosini Alloh mustajob etdi. Fi sabilillah savob ishlarni qilib yurganlarni Alloh hech qachon kam qilmasin. Bir jahon ilmi bilan fitna fasodlar qo'zg'agan, qalbida iymoni yo'q fosiqni sen olim dema. Yakka Allohimni do'st bil, hammani do'st aylagay. Bil aziz qilgan Xudodir, man o'zim zo'rman dema. So'zlasam so'z ko'p dilimda, ba'zisini yozdim faqat. Yozganim da'vat faqat, hargiz ani ash'or dema. Qo'rqma fozil, go'rda yolg'iz qandoq yotodurman debon. Go'rda ham Alloh o'zi yor, yakka yolg'izman dema. Eshitguvchi va bilguvchi yaratgan Rabbimiz, sen qabul et senga qilgan qadr hol toatimiz. Ey gunohlarni kechirguvchi G'afur Rahmonimiz, tavba qildik biz o'zingga, sen kechir isyonimiz. Sendan o'zga yo'q biza rahm aylaguvchi mehribon. Sen o'zing rahm aylagil, ey rahmlik egamiz. Qodiru qudratligingga ikki dunyodir guvoh. Biz musulmon bandalarga bir najot Allohimiz. Barcha ne'matlar içinde eng ulug'i e'tiqod. Ko'rsatib rohi haqiqat, bir hidoyat Rabbimiz. O'zliging bildir ilohim, osiyu
fosiqlara o'zliging bildir ilohim osiyu fosiqlara ta tanib qaytsin gunohdin ey karamli yorimiz qilma rahmatin uzoq iymonimiz quvvatlagin oxiri hamroh qilgin ya Rabbana iymonimiz nolalar qilgay foziljon yig'laban tongu sahar nolalar qilgay foziljon yig'laban tongu sahar ul qiyomat dahshatida na bulur ahvolimiz ul qiyomat dahshatida na bulur ahvolimiz. Musa alayhissalom yangi payg'ambar bo'lib Alloh bir mo'jiza asoni berib o'sha mo'jiza bo'lgan aso bilan ketayotsalar yo'lida bir zot ko'rindi. Odam desa unday odamga ham uncha o'xshamaydi. Siz kimsiz dedi Musa alayhissalom. Men azozilman avvalgi, hozirda mal'unga aylangan shaytonman. Oldimdan kessin deb Musa alayhissalom asoni ko'rsatuvdilar, shayton kuldi. Ey Musa, men aytyapman-ku, azozil edim, shaytonman deb. Men bu asodan qo'rqmayman. Jannat va do'zaxni ko'rgan shaytonman. Allohning eng yaqin suyukli bandalaridan bo'lgan behisob farishtalarning ustozi bo'lgan shaytonman. Men faqat qalbi sof odamdan qo'rqaman. Qalbi sof odam duosi tez mustajob bo'ladi. Agar 1000 ta odamning ichida bir qalbi sof bo'lmasa, 1000 tasini bir pasda adashtiraman. 100 tami, 10 tami shuni ichida bitta qalbi toza, sof bo'lsa, adashtira olmayman, ularni oldiga yaqin bora olmayman. Qalbi sof odam kim? Hech kimga hasad qilmaydigan odam qalbi sof odam. Ey Musa, nasihat qilaman, eshitasizmi dedi. Ya Rabbi, shayton menga nasihat qilmoqchi, eshitaymi? Eshiting dedi Alloh. Adashtirgani kelganda men to'xtatib qo'yaman dedi. Ayting. Hech qachon takabbur bo'lmang. Kibr hamma ishni xorlikka olib keltirib qo'yadi. Toatga bino qo'ymang, hali qabuli bo'ldimi, bo'lmadimi bilmaysiz. Ilmingizga havolanmang, u foydali ilm bo'layaptimi yo nofoyda. Bino qo'ydim toatimga, ilmimga havolandim, hech kimni mensimadim, shayton bo'ldim. Kimki takabbur ekan, oxiri xor bo'ladi. Ikkinchi so'zim, hech kimga hasad qilmang. Dunyoda hamma balo, hamma janjal, urush, hatto qon to'kilish hasad tufayli bo'ladi.
otaylar Odamni o'g'li ukasiga bo'lgan hasad tufayli ukasini o'ldirdi. Shu bilan yer yuzida qon to'kilish, odamlar bir-birini o'ldirish paydo bo'ldi. Nimadan? Hasad, ko'rolmaslikdan. Ko'rolmagan odamini g'iybatini qiladi, ig'vosini qiladi, orqasidan har xil bo'xton uydirmalarni to'qib chiqazadi. Iloj qilsa o'ldiradi. Uchinchi so'zim, hech qachon nomahram bilan, sizga mahram bo'lmagan begona ayol bilan yolg'iz o'tirmang. Ikkalovlaringizni o'rtangizda o'zim elchi bo'lib zino qildirtiraman. Zino shunday kasofat ishki, ertaga haniq bo'ladi degan yaxshi ishni yo'q qildirib yuboradi. insonlarni niyatiga yetkazdirmaydi. Insonni nopok qilib qo'yadi, qalbini qoralaydi. Hech qachon zinoga qadam qo'ymang. Nomahram bilan yolg'iz o'tirmang. 4-chi so'zim deganda Alloh to'xtatdi. Ey Musa, endi aldashni boshlaydi. 3 ta haq so'zni gapirdi. Buyog'iga endi ishonchsizga kirib, yolg'onga adashtiruvga boshlaydi. Shunaqa insonlar bor, shaytoniy insonlar. Rosa ishonchga kirib olgandan keyin, ildizingizni bilib olgandan keyin tomiringizga bolta uradi. Ular shayton sifatli insonlar.